Hurmatli tibbiy vakillar, men sizlarga 3 ta maslahat yoki fishkalar haqida aytmoqchiman. Birinchi maslahat, vizitga borganingizda majoziy ma'noda sizda 2 ta kartochka bo'lishi kerak. Birinchisi o'tgan vizit, ikkinchisi esa bugungi vizit. Ya'ni har bir vizit ketma-ketlikda o'zaro bog'langan tarzda olib borilishi kerak. Sizdagi tayyorgarlik va suhbat maqsadli ekanligini mijoz ko'rganida sizga nisbatan ishonchi yanada ortadi. Ikkinchi yana bir muhim maslahat, vizitni hamisha yozib boring. Negadir oxirgi paytlarda ko'pchilikda kundalik ko'rmayapman. Bu mijozda sizga nisbatan jiddiylik va professionallikni uyg'otadi. Va nihoyat uchinchisi, xayrlashishda kelgusi vizitda siz mijoz uchun yana foydali nimani muhokama qilishingizni aytib keting. Azizlar, agar sizlarda qo'shimchalar bo'lsa, albatta izohlarda qoldiring. Ko'proq foydali ko'nikmalarni marafonda beraman. Allaqachon birinchi guruh tuzildi. Siz ham qo'shiling va hamkasblaringiz bilan ko'nikmalar almashing. Offline ham o'tkazyapman. Narxlar esa hammangiz uchun hamyonbop. Ishonavering, bu o'zini oqlaydi. Sababi 20 yillik tajriba asosida. Asosiysi amalda qo'llash. Aytgancha, marafon bonuslari haqida har bir qatnashmoqchi bo'lganlarni og'riqlarini o'rganamiz, ko'nikmalarni shunga moslashtiramiz va individual maslahatlar beraman.